Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar, charchamasizlar. Bugungi videomizda uzun bank ilovasida qanday qilib 40 ming so'm bonus olishni o'rganamiz. Xo'p, uzun bank ilovasini yuklab olamiz. Uzun kartani tavsiya qiling va 40 ming so'm oling. Karta ochgan har bir do'stingiz uchun. Referral havoladan o'tganingizda 40 ming so'm bonus beradi. Shunchaki ochsangiz yo'q, pul bermaydi. Referral havolani qayerdan olasiz? Pastga Telegram kanal joylab qo'yaman. Hozir ham o'zim o'tib ko'rsataman. Har bir karta uchun 40 ming so'm ishlash. Bepul uzun kartani rasmiylashtirishga taklif qilaman. U bilan komissiyasiz o'tkazmalar, uzun marketda 30% gacha chegirmalar, 20% gacha cashback, bepul naqd pul yechish, istalgan maqsad uchun 25 million so'mgacha limit va boshqa aksiyalarga ega bo'lasiz. Mana bu yerda ko'k bo'lib turibdi, karta zakaz qilish. Shu yerga bosing. Shuni ustiga bosasiz va karta zakaz qilasiz. Bundan tashqari do'stlaringizga karta ochishni taklif qiladigan bo'lsangiz, sizga 40 ming so'm to'lab beriladi. Yana 40 ming so'm, 180 ming so'm. To'lovni faqat uzun kartasiga o'tkazib berishlar ekan. Shuning uchun hoziroq uzun kartani zakaz qiling, deyapti. Yana qanaqadir tushunmovchiliklar bo'lsa, Telegramdan bemalol yozaverasizlar. Xo'p, mana ko'rsataman kanalni. Mana Telegram qidiruviga mana shunaqa yozamiz. Asqar Premium. Shu yerdan topishlaringiz mumkin referral havolani. Hammaga omad.